Assalomu alaykum. Apparat forum Sardorbek kanali obunachilari. YouTube kanalimizga bir jup kraskali holatda ixcham узкий ko'rinishda средний korpus keldi. 2.12 dyum va o'rtasiga driver qo'yiladi. 750 litrli driveri 23x35 razmer bilan qo'ysa ham bo'ladi. Yoki 51 driver ham qo'ysa bo'laveradi o'rtasiga. 2.12 dyum TV pastga qo'yiladi. Buni sredniy qilib ham, monitor qilib ham ishlatsa bo'ladi. Holatlari o'rtacha, yomon emas. Buni tayyor tagida stakanchi, zavodskiy stakanchiklari ham bor. Stakanchiga ham qo'yilgan. Hozir ichida filtr drosel qilib terib qo'yilgan ekan, maslinikani satr orqali. Buni promo ishlatsa, asli yaxshi bo'ladi. 12 dyummi baquvvat admotkali yaxshi dinamiki bilan qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Hop, sotiladi. Splashno setka holatda ko'rinishi. Mana shu yerigini ochib qo'ydik, ana setkasi u yonda turibdi. Bemalol do'konimizga kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Biz obunachilarimizga bu korpusimizni tayyor ichida filtrlari bilan 1 million so'mga beramiz. Bemalol do'konimizga kelib xarid qilib olishingiz mumkin.